كىتاب ئوقۇشنىڭ ھاياتىمىزدىكى ئەھمىيىتى. Aptori مۇھەممەد يۈسۈپ. كىتاب ئوقۇشتىن مەقسەت نېمە؟ Kishilarning kitob o'qishdagi maqsadi, g'oyalari bir xil bo'lmaydi. Qisqasi, har kim har maqsad bilan kitob o'qiydi. Ammo kitob o'qishning asosli g'oyalarini sanaganda tövandagidek chiqadi. Birinchi, ibodat maqsadi bilan o'qish. Bu Qur'on tilovat qilish va diniy kitoblarni o'qishga o'xshash. Bu musulmonlar uchun o'qishning eng sharaflik va eng foydali turi hisoblanadi. Ikkinchi, muallimning topshiriqi bilan o'qish. Bu o'quvchilarning muallimlar tavsiya qilgan va darsliklarga munosabatli kitoblarni o'qig'iniga o'xshash. Uchinchi, xizmat sapasini o'stirish maqsadi bilan o'qish. Bu ishchi xizmatchilarning o'zining kasbiy va xizmat ehtiyojiga munosabatli kitoblarni o'qig'iniga o'xshash. To'rtinchi, bilim saviyasini oshirish maqsadi bilan o'qish. Bu har kim o'zining ma'lumot doirasini kengaytirish va talantini yuksaltirish uchun xohlagan kitoblarni o'qig'iniga o'xshash. Beshinchi, ma'lumotli bo'lish maqsadi bilan o'qish. Bu dunyoda bo'layotgan ishlardan, o'tmishlardan va yangiliklardan ma'lumotli bo'lish uchun kitob va jurnal o'qig'iniga o'xshash. Kitap o'qishning hayotdagi ehmiyiti. Kitap o'qish ruhning g'izosi, aqlning ochqichi, ma'rifatning kepelidir. O'qishning fazilati va uning sharafi uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tunji vahining o'qu degan buyruq rayi bilan boshlanganligi yetarlikdir. Danalar deydi-ki, kitob muvaffaqiyat ochquchi, taraqqiyot ko'riki, qorong'u dilni yoritquchi mash'al. Kitob bilim g'azinasi va tugamas boyliq, ma'naviy kuch, ruhiy uzuq va qanotdir. Sarxil kitob odamning aql farosatini nurlantirdi, ma'naviyatini beyitidi, odamiylik sapasini o'stirdi, kishiga xushallik bag'ishlaydi. Kitob o'qish, bilim o'rganish, bilimni to'liqlash, o'zini mukammallashtirishdir. Odam kitob o'qib, dunyoni, tabiat sirlarini, qaynoq va murakkab turmush falsafasini, fikr qilish yo'lini, chilliq bilan saxtalik, yaxshilik bilan yomonlik, go'zallik bilan sa'tlikning farqini ayiradi. Kitob o'qib, fan texnika egallab, xizmat ishlab chiqarish, texnik saviyasini o'stirish, jamiyat taraqqiyotiga yetishish, jamiyatga tuhfa qo'shish asosini turg'iza oladi. Kitob o'qib, bilimni mustahkamlagan va kuchaytganlar hayot yo'lida kundan kunga ko'klaya oladi. Bugungi madaniyat ajdodlarimizning avlodlarga qoldirgan bilim va tajribalarining javhari. Uni egallash uchun kitob o'qish kerak. Kitob kishi qalbini aynan ko'rsatib beradigan aynak. Kitob o'qish orqali ruhimiz ko'tarilib, yashash irodamiz kuchaydi. Tushkunlashganda, ichimiz pushqanda, mag'lubiyatga uchraganda kitob o'qisak, qalbimiz umid, ishonchga to'ladi. G'ayratimiz oshadi. Kitob o'qish yoki o'qimaslik millatning moddiy va ma'naviy sapasiga ta'sir ko'rsatadi. Daim kitob o'qib turadiganlar bilan kitob o'qimaydiganlar o'rtasida muayyan ma'naviy sapa farqi bo'ladi. Kitob o'qiganlarning aql buliqi ichiladi, kitob o'qimaydiganlarning tafakkuri qatmal, fikri tez, chechilangu, turaqsiz bo'ladi. O'zining yetarsizliklarini bayqay olmaydi.
kitap o'qimaslik odamning psixik qurilmasiga ta'sir ko'rsatadi. Kitap o'qish qizg'inligi yuqori odamda ilg'or psixik omillar ko'p bo'ladi. Kitap o'qimaydiganlar ko'p nisbatni egallaydigan millatning psixik qurilmasida nachar omillar, nodonlik, qaloqlik, xurofotlik, bekinmachilik, qashshoqlik, do'ramchilik, shuhratparastlik ig'ir bo'ladi. Kitap o'qishning foydalari. Kitap o'qishning foydalarini sanab bo'lish mumkin emas. İslam ulamalari kitap o'qishning foydalari, hayotdagi ahamiyatini va rolini bayon qilib, tuvandikilarni aytgan. Birinchi, kitap o'qish insoniy va islomiy madaniyatni barpo qilishning asosliq teraklaridan biri. İkinci, kitap o'qish qadimdan hozirga qadar insonlarni har xil ilm, ma'rifatlar bilan bog'lab kelgan mo'yim tugundir. Uchinchi, ma'lumot hosil qilishning yo'llari shunchalik ko'payib ketgan mushu zamonaviy asrdimi kitap o'qishning ahamiyati va roli oldingi o'rinda turmoqda. To'rtinchi, kitap o'qish har qandaq bir ilm, ma'rifatni yoki qandaqli bir ma'lumotni bevosita hosil qilishning eng ishonchli yo'lidir. Beshinchi, kitap o'qish Alloh taolaning amr ma'ruf va nasihat qilishdan iborat barzini bilib o'rindashning birdan-bir yo'lidir. Altinchi, kitap o'qish aqlni oshiradigan, ko'ngilni ko'taradigan va ruhni jonlantiradigan xislatdir. Yettinchi, kitap o'qish o'tmishdagi millatlarning kechirmishlarini bilish va ulardan foydalanishning yo'lidir. Sakkizinchi, kitap o'qish tarixni o'rganishning va o'zini tanishning birdan-bir yo'lidir. To'qqizinchi, kitap o'qish ilm, ma'rifat so'rinlarini uyushtirish ro'yini uyg'otib, insonning ilmiy munozir qilish iqtidorini oshirdi. 10. Kitap o'qish vaqtni eng huzur halovatlik va eng manfaatli ravishda o'tkazishning yo'lidir. Shunga eng samimiy do'st kitapdir deyiladi. Qanday qilganda o'zingizni kitap o'qishga ko'ndira olasiz? Olimlar tövanda ba'zi nasihatlarni taqdim qilgan. Birinchi, inson bilmagan narsaning dushmanidir. Shunga inson avval kitap o'qishning foydasini va uning ahamiyatini bilishi lozim. Chunki kitap o'qishning ahamiyatini tushunmagan odam uchun kitap o'qish bir og'ir yukdir. Ikkinchi, kitap o'qishni dastlab boshlaganda ba'zi kishilar uchun zerikish va malollik paydo bo'lishi mumkin. Ammo uni kitap o'qishga bo'lgan qizg'inlik bilan yengili bo'ladi. Uchinchi, ba'zi kishilar kitapni asta o'qish sababli malollik his qilishi mumkin. Ammo o'qishga odat qilgan sari tez o'qishga taraqqiy qilg'ili bo'ladi. To'rtinchi, Abbas Aqqat yaxshi bir kitobni 3 qatim o'qib chiqish yaxshi 3 kitob o'qishdan afzal degan ekan. 5. O'qiganga amal qilishni birga elib berish, izdinish va tadqiq qilish qatorliq keyingi muvaffaqiyatlarga yo'l ochadi. 6. Ish o'rnida, uyda, safarlarda va har qanday joyda kitobni o'ziga hamroh qilish yaxshi odatdir. Bu orqali inson ozroq bo'lsa-mu bo'sh vaqtlarini kitob o'qishga, atashga odatlanadi. 7. Kunda intayin oz bo'lsa-mu kitob o'qishni o'ziga vazifa qilish, kitob o'qishga odatlanish uchun nihoyatda foydalidir.
8. İnsanның aşqazını kündülük yemek içmekке ihtiyaclıq bolğanıdak, onun ruhimu kitap oqışqa ve azraq bolsumu yenilik hasıl qilishqa ihtiyaclıqdır. Bu iki ihtiyacının əhdmiyet cəhətdən bir-biridən qilishmaydiganlığını bilish, kitap oqışqa adatlanish üçün yardımcı boludu. 9. Kitap oqışqa adatlanish yo'lida ketib barganlar avval kichik hajmli kitaplarni o'qishdan boshlashi yaxshi. Chunki kitap o'qish yo'liga yangi kirgan odamning dastlab cho'ng kitobdan boshlab olishi malollikqa va zerikishga sabab bo'ladi. 10. Kitap o'qiydiganlar bilan ko'p aralashish va o'qigan kitoblar haqida bas munozara qilishish va boshqalarning kitob o'qish ro'yidan o'rganish. Kitobni nima uchun o'qiymiz? 1. O'qiymiz. Chunki o'qish ko'ngilni ko'tardi va aqlni g'izolantirdi. 2. O'qiymiz. Chunki o'qish orqali zamon va makon farqini yo'q qilib, o'tmishdagi va hozirgi insonlarning hammasi bilan billa yashagandek bo'lamiz va shularning umricha hayot ko'rgandek bo'lamiz. 3. O'qiymiz. Chunki o'qish orqali tajriba egalarining tajribalaridan, donolarning aqliyot so'zlaridan foydalanamiz. 4. O'qiymiz. Chunki o'qish insonning aqliy sayohati bo'lib, yozuvchi uni o'tmish bilan hozirning, tog'lar bilan bog'larning orasida sayohat qildirdi va uni tor ufqdan kengri ketgan chegarasiz dunyoga boshlab opirdi. 5. O'qiymiz. Chunki o'qish zaman va makon cheklamasini tonimaydi, jug'rafiyani bilmaydi, ijtimoiy tabiqchilikni va ayrimchilikni e'tirof qilmaydi. Shunga kitob o'qigan odam hamma asrda va hamma davlatda yashagandek bo'ladi. 6. O'qiymiz. Chunki kitob bizni eng egiz tog'larga chiqarib, ondan eng cho'nqur joylarga, yop-yeshil bo'stonliqlarga opirib, ondan dasht cho'llarga ilib berish orqali bizni yer sharining hamma joylarini kezdirdi. 7. O'qiymiz. Chunki o'qish orqali biz aptorlar bilan o'zaro sadoqat qura olamiz va ularning dunyosida yashay olamiz. Chunki har qanday aptor biror narsa yozganda o'zidagi eng esil gavharlarni va durdanlarni o'ttirg'a qo'ydi. Biz ularning asarlarini o'qish orqali ulardagi eng esil, eng qimmatli shaylarni olgan bo'lamiz. 8. O'qiymiz. Chunki o'qish orqali koinotdagi ajoyibotliklardan xabardor bo'lamiz va biz anglab baxmagan, ko'rib baxmagan nurg'unlagan qimmatli bilimlarni va ba'zi haqiqatlarni bilib olamiz. 9. O'qiymiz. Chunki insondan boshqa jonliqlar o'qimaydi. Shunga biz bu o'qish orqali inson bo'lib yaratilganlik qadr qimmatimizni toniymiz. 10. O'qiymiz. Chunki biz o'quv ummatimiz. Ya'ni oldi bilan o'qishga amr qilingan payg'ambarning ummatimiz. Shunga biz o'qish orqali o'zimizning musulmon bo'lganlik sharafimizni va hayotlikdagi vazifamizni toniymiz. Kitob o'qish haqida islom mutafakkirlarining aytganlari. Saudiya Arabistonlik mutafakkir olim Ayiz Ali Qarni kitob o'qishning ahmiyati to'g'riliq mundaq deydi. Aql o'qishdan to'xtab qolganida uning o'sishimi to'xtaydi. Qanchalik ko'p
o'qisangiz, aqlingiz shunchalik oshadi. Dünyada şundaq insanlar barki, yıllarning o'tishi, yeshining cho'ngishi bilanmi ularning aqli bir xil turadi. Oshmaydi, o'smaydi. Ular bir qancha yildan keyinmi shu peti turadi. Chunki ular o'qishdan to'xtash bilan ularning tafakkur qilish, muloyiza qilish va tushunish kanallari taqilib qolganlikdan ularning aqlimi bir izda to'xtab qolgan. Mundaqlardan biri 40 yildan beri biladigan biror kuplet she'r yoki biror hikmatlik so'zni takrorlab turadi. Chunki uning shuningdan boshqa dasmoyisi yo'q. O'qish ma'rifatdir. Ma'rifat hayotlikni oydinlatadigan chiroqdir. Saudiya Arabistonlik islom mutafakkiri Salman Awazda mundaq deydi. Kitap o'qish boshqalarning aqlida ilib berilgan eng ko'ngillik va jafosiz bir sayohatdir. Misrlik mashhur shoir Ahmad Shavqiy bir beytida mundaq degan: Kitapga tegishgan odamman do'stlarni, chunki men ko'rmadim o'ziga bir vafodorni. Kitap o'qish haqida faylasuflarning aytganlari. Fransiyalik faylasuf Fransis Bacon mundaq deb yozgan ekan: Kitap kishiga xushallik, safa va iqtidor ato qiladi. Kitap o'qishning lazzatini yolg'iz qolganda, kitap o'qish davomida yetilgan safoni parang qilganda, kitap o'qishdan keladigan iqtidorni bir ishlarni bir taraf qilganda eng oson ko'rib olg'ili bo'ladi. Bilimsiz ammo tajribali kishilar ba'zi ishlarning inchiki halqillarga to'g'ri hukm qila olishi yoki bir ishlarni to'g'ri bir taraf qila olishi mumkin. Ammo ishlarga yetakchilik qilish, umumiy jihatdan qo'mondonlik qilish sistemalik tarbiya ko'rgan odamning qo'lidan keladi. Kitap o'qish odamni bilimli qiladi. Munozara odamni chechan qilsa, yeziqchilik odamga astoydillikni o'rgatadi. Agar bir odam yeziqchilikni yoqtirmasa, undaqda u nihoyatda kuchab asti saqlash qobiliyatini oshirish kerak. Agar bir odam kamdan kam munozaraga qatnashsa, u fikr turg'unligidan qutula olmaydi. Agar bir odam kitobni oz o'qisa, hiylagar bo'lishga majbur bo'ladi-da, bilmagan narsani bilaman deb turib oladi. Tarix odamni chechan qilsa, she'r odamni tasavvurga boy qiladi. Matematika odamni to'g'riliqqa yetaklasa, falsafa odamni cho'nqur fikrga undaydi. Etnika odamni durust bo'lishga undasa, logika va stilistika odamni so'zman qiladi. Qisqasi, kitap o'qish odamning xosligini tavlaydi va psixikasidagi ojizlikni o'ngshaydi. Maksim Gorki kitap, baxt va qudratlik istiqbol yo'lida odamizot yaratgan keng, murakkab mo'jizlar ichidagi eng buyuk mo'jizadir degan. Kitap o'qiganda aptorning o'y fikrini tushunishga tirishish. Kitap o'qigan odam cho'qim aptorning o'y fikrini tushunishga va uning maqsadi nima ekanligini bilishga tirishish lozim. Bo'lmasa, u kitap o'qib hech narsani anqira olmay qoladi. Angliyalik mashhur ayol yozuvchi ang iqimi perozchiligining vakillaridan biri Virginia Woolf kitap o'qish to'g'risida mundaq degan ekan:
bir narsani yangidan o'qishga kirishganda hissiyotingiz bo'yicha aptorni ayblashga aldiramang. Aksicha, aptor bilan mungdishib, uning ideyasini tushunishga tirishing. Bo'lmasa, salbiy pozitsiyangiz va salqin muomalangiz tufayli o'qiganlaringizdan hech qanday naf ololmaysiz. Lekin bu deganlik o'zingizga xos fikr qilish usulingizni kitobga yem qilib bering deganlik emas. Kitobni o'qishdan avval uningga bir qo'r ko'z yugurtib chiqish. Özlük Girvekler'de namlı kitapның Aptori Zulfiqar Barat Özbaş mazkur kitabida kitap o'qish usuli haqida mundaq deb yozgan. White Cutler o'qish suratini 3 hassa oshirish nomli asrda kitoblarni batma-bat varaqlab chiqishning turmush ritmi kun sayin tezlashayotgan vaqtda nihoyat unumli usul ekanligini tilga olgan. Bu deganlik qandaqli bir kitobni rasmiy o'qishdan avval uni batma-bat varaqlab, temalarga, kichik mavzularga astoydil ko'z yugurtish, cheklik vaqtda jiqroq kitob o'qish, ilmiy tadqiqotda material izlash xiyolida bo'layotganlar uchun to'liq unumli usul. Mavzuning odamni g'idiqlash kuchi bo'ladi. Tez suratda bat varaqlash odamning tasavvurini jonlantirib, kitobning o'qimaslikqa yoki atlab o'tib ketishga tegishlik yerlarini aniq ko'rsatib berdi. Ba'zi kitoblarni qayta o'qish, diniy va ilmiy kitoblarni cho'qim qayta astoydil o'qish zarurdir. Chunki bu xil kitoblarni 1-2 qatim o'qib qo'yish bilan ko'zlagan foydani hosil qilg'il bo'lmaydi. Bundaq kitoblarda shariat ahkomlari yoki ilmiy haqiqatlar so'zlanganligi uchun ko'p qatim o'qib, astoydil o'rganishga va mengimizga singdirishga muhtojmiz. Ana vatanimizda qadimda ba'zi madrasalarda muhim kitoblarni taliblarga yodga oldirib, o'qitishga turtki bo'lgan sabab bu bo'lishi mumkin. Tushunib o'qish. Dunyoda ma'nosini tushunmasimi o'qisa, foydasi bo'ladigan birli kitob bor. U bo'lsa Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karim ma'nosini tushunib o'qib, amal qilish uchun tushirilgan muqaddas kitob. Ammo uning ulug'ligidan, uning ma'nosini bilmasdan o'qisimi, Alloh taolo savob ato qiladi. Biroq ma'nosini tushunmasdan o'qish bilan uni o'qishdan bo'lgan maqsad amalga oshmaydi. Qur'oni Karimdan boshqa qandoq ulug' kitob bo'lib ketmasin, o'qiganga savob yo'q. Faqat amal qilganga savob beriladi. Tavrat, Injillarni yoki Payg'ambar alayhissalomning hadislarini o'qiganga savob berish va'da qilinmagan. Faqat amal qilganga savob berdiganligini Alloh taolo va'da qilgan. Kitobni tushunib o'qimaganda, uni o'qigandan naf olg'ili bo'lmaydi. Bu xuddi diqqat e'tiborni bermasdan biror filmni ko'rib, uningdan hech narsani tushunolmagandakli bir ish. Kitobni tanlab o'qish. Biz uchur har tarafdan bizni qo'rshib olgan bir davrda yashayapmiz. Radio, televizor, internet, antena, yanfon qatorliqlarning hammasi uchur vositalari bo'lib, zamonimizda internetning xizmati alayda bo'lmoqda. Uyimizda o'ltirib, dunyoning har qaysi joylaridagi kutubxonalarni aylanib chiqish fursatiga ega bo'lib qoldik. O'qiydigan kitob materiallar intayin ko'p. Biz ularning hammasini o'qib chiqaman desakmi, o'qib bo'lolmaymiz.
Hammasini o'qish lozimmi emas. Shunga biz o'qiydigan kitoblarni tanlab, o'zimizga foydali va kerakli bo'lganlarini o'qishimiz lozim. Musulmon odam o'zi ziyrak va ishlar ratlik ham planliq bo'lishi kerak. Din uchun, millat uchun, vatan uchun va insoniyat uchun foydali bo'lgan kitoblarni o'qish va ularni tashviq qilish kerak. Ziyonli kitoblarni bo'libmi islom aqidasiga, islomiy go'zal axloq fazilat o'lchimiga zid keladigan kitoblarni o'qimaslik lozim. Erkin Ishoq O'g'uzxon Şinjan Madaniyati jurnalining 2010 yili 5-sonida e'lon qilgan bir maqolasida mundaq deb yozgan. Kitobni tanlab o'qish kerak. Navada siz texi turmush qaynamaga amdil sho'ng'igan yosh bo'lsangiz, ehtimol turmush ham qizg'in muhabbat voqeliklar tasvirlangan, odamning yurak tarini titirtigan kitoblarni yoqtirishingiz mumkin. Navada oliy maktabda o'qiyotgan yoki bitirgan student bo'lsangiz, muvaffaqiyatshunoslik bilan munosabatli kitoblarni yoqtirib ko'rishingiz aniq. Endi mening so'zlarimga quloq soling. Turmush voqeliklar bilan to'lgan hikoya romanlar asosan to'qilma qilingan voqelik bo'lib, Aptorining adabiy diti bilan turmush birlashtirilib, badiiy yuksaklikka ko'tarilgan. Kishi qalbini lol qiladigan darajaga yetgan bo'ladi. Shunga uni hech kim o'z turmushiga tatbiqlay olmaydi. Kitob voqeliklardagi mundaq ish turmushdami ham ko'rilmaydi yoki bir o'zgarmas prinsip bo'lmaydi. U faqat sizga turmushning qanday narsa ekanligini yuzaki aytib beradi, xolos. Muvaffaqiyatshunoslik asarlari sizning hayotingizga belgilik ta'sir ko'rsatadi. Sizga to'g'ri yo'lni tepib olishingizga yordam beradi. Lekin siz bu xil asarlarni ko'p o'qigan sari qanday qilishni bilolmay gangrab qolasiz. Nishoningizga yetish yo'llarining ko'pligi sizni qaysini tanlashni bilmaydigan holga keltirib qo'ydi. Hatto ba'zi kitoblardagi bir qism qarashlar to'g'ri bo'lsa, yana bir kitoblarda shakli o'zgargan holda inkor qilinadi. Qisqasi, bular muvaffaqiyat qozongan kishilarning tajriba saboqlari bo'lib, boshqa kishilarga tamoman mos kelmaydi. Qanday qilganda kitob o'qish odatini yetildirgili bo'ladi? Kitob o'qish odatini yetildirish uchun alohida strategik plan va harakat qilish lozim. Masalan, jamiyatdagi kishilarning har biri o'zining sohasi doirasidagi kishilar bilan kitob o'qishda baslashishi, o'z orasida kitob o'qishga qiziqtirish va mukofotlash qatorliq faoliyatlarni elib berishi, oylik kitob o'qish vazifasi qo'yish qatorliqlarni elib borganda, idoradagi kadr, maktabdagi o'quvchi, mahalladagi hunarvan, bozordagi savdogar, masjiddagi jamoat va jamiyatning har bir qatlamidagi kishilar o'z orasida kitob o'qishni qanot yaydirganiga o'xshash. Kishilar o'zlari aralashadigan odamlar bilan o'ltirgan so'rinlarda o'zlari o'qib chiqqan kitoblar haqida paranglarni selish orqaliqmi boshqalarni kitob o'qishga qiziqtira oladi. Shuningdek, har bir shaxsning o'zi qiziqadigan mavzularda parang qilib berish va bu mavzularda erishgan ma'lumotlarni paloni kitobdan o'qiganligini askarsimu uni kitob o'qishga va izlanishga qiziqtirganlik bo'ladi. Jamiyatdagi har soha kishilari
Özlərinin sahəsidəki kişilər bilən kitap oquş səpərvərlikini qozğab, kitap oquşning faydalarını sözləb, ularni kitap oquşqa күчлۈк tərg'ib qilish bilan kitap oquşqa odatlantirish xizmatini ishlagili bo'ladi. Uyg'urlar kitapni so'ydigan xalq emasmidi? Hozirgi sharoitda biz Uyg'urlar dunyodagi eng oz kitap o'qiydigan millatlar qatoriga kirib qolgan bo'lishimiz mumkin. Vatanda kutubxonalardagi Uyg'urcha kitoblarning ko'proq to'pi besib turib qolganligi, ammo Xitoycha kitoblarning ko'proq setildiganligi va Uyg'urning yurtida Uyg'urcha kitoblarning tiraji Xitoycha kitoblarninkidan har zamon oz ekanligi haqidagi xabarlar bu deganlarimizni kuchlantirdi. Biz Uyg'urlar azaldan kitobni ulug'laydigan va kitob o'qishni yaxshi ko'radigan xalq. O'tmishlarda kitoblarni bosadigan bosmaxonalar barliqqa kelmaganlikdan kitoblarni maxsus putukchilar qimmat pulga ko'chirib chiqadi ekan. Bizning Uyg'ur diyorimizda bo'lsa, kitob intayin qis bo'lganlikdan putukchilar biror kitobni ko'chirib berish uchun kitob cho'ngroq bo'lsa, biror kala, agar kitobning hajmi kichikroq bo'lsa, biror qo'y oladiganmish. Ahvol shundoq bo'lsa-mu, har qanday bir Uyg'ur uyida kitob saqlashni mo'yim bir an'ana deb to'nig'anlikdan kitob o'qishni biladigan va bilmaydigan har kim uyining to'risida kitob saqlaydi ekan. Savodi borlar bu kitoblarni o'zlari o'qiydi ekan, savodi yo'qlari o'qishni biladiganlarga o'qitadi ekan. Biror savodsiz Uyg'urning uyiga biror olim yoki hech bo'lmaganda kitob o'qishni biladigan biror mehmon kelib qolganida uyidagi kitobni chiqarib, uningga o'qitib, butun oila a'zolari tingshaydi ekan. Bu yaxshi odat Uyg'urlarda hozirmi davom qilmoqda. Uyg'urlarning kitobni so'ydiganligining yana bir dalili shuki, Uyg'ur xalqi Alloh taolaning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimni bakmi ulug'laydi. Har qanday Uyg'urning uyidan yo'q deganda biror donidan Qur'oni Karim chiqmay qolmaydi. Qur'on o'qishni bilmaydiganlarmi uni uyining egiz yerida saqlaydi. Har qatim uni olganida tahorat bilan ikki qo'llab siyliq oladi. O'qib bo'lib, yana ikki qo'llab hurmat bilan o'z joyiga elib qo'ydi. Uyg'urlar Qur'onni qattiq hurmat qilganlikdan ko'ksining yuqorisida tutib o'qiydi. Uni hargiz yerda qo'ymaydi. Qur'onni tingshiganda jim o'ltirib, hurmatdan beshini egib turib tingshaydi. Kitob sovg'a qilish Uyg'ur xalqining esil an'analaridan biridir. Uyg'urlar azaldan Turkiy xalqlar ichida eng madaniyatlik bir xalq bo'lgan. Ularda har xil sovg'atlar bo'lgan bo'lsa-mu, bularning ichida kitob sovg'a qilish odati eng qadrlashga arziydigan an'analarning biri edi. Mana bu Uyg'urlarning kitobni qadrlaydiganligining bir dalili. Kitobni qadrlash madaniyatlikning ifodasidir. Ulug' olim Mahmud Qashqari Turkiy tillar divanini yezib bo'lib, o'z davridagi islom dunyosining xalifasi Obul Qosim Abdulla Muqtadi bi Amrullahga sovg'a qilganligini kitobning beshida tantana bilan jakarlagan. Qadimgi davrda Sharq dunyosida kitob yezib, shohlarga, baglarga taqdim qilish, hatto kitobni baglarning nomida atash xeyli umumiy odatga aylangan ekan. O'z davridagi ma'rifatli podshohlar mol dunyoga nisbatan yanala
ma'naviy sovg'a kitobni aziz bilatdikan. Chunki kitob mangulik yodgor bo'lib qoladi. Uyg'urlarning kitob taqdim qilish odatini amaliy harakati bilan eng yuksak pallaga yetkazgan olim Yusuf xos hojib ömürlük toplagan ilg'or bilim jug'lanmalarni 18 oylik mehnatlik emgak orqali qog'oz yuziga tushirib, uni qutatxu bilik deb atab, o'z davridagi Xaqoniylarning hukmroni Hasan Bug'roxonga sovg'a qilgan edi. Bu ikki olim başlap bergan kitob sovg'a qilish an'anasi keyingi avlodlarga miros qilib, necha minglagan esil kitoblarning barliqi kelishiga ma'naviy turtga va ulgu bo'lgan. Tarixiy Rashidining Aptori Mirza Muhammad Haydar ko'ragan kitobini Saydiya xonligining shu davrdagi xoni Sultan Abdurishxonning nomida yozib, uningga taqdim qilgan. Alisher Navoiy o'zining xeyli ko'p asarlarini Husayn Mirza Sohib Qironning nomida yozib, uningga taqdim qilgan. Abdurahmon Jami o'zining Bahariston nomli kitobini Sultan Sohib Qiron Husayn Bayqaroning nomida yozib, uningga taqdim qilgan ekan. Yar Muhammad Tahir Tug'luqning Qoida usullarimiz nomli kitobidan qisqartib elindi. Qashqar Uyg'ur nashriyoti nashr qilgan. Kitobni hatto o'zining bolasidan aziz bilgan Uyg'ur xalqi kitob yozishni mangulik qismat deb qaragan. Biriga biror kitobni sovg'a qilishning uzilmas savob, sadiqa joriy qilganlik ekanligini yaxshi tushungan xalqimiz kitob sovg'a qilishni milliy va diniy an'anaga aylantirgan. Bu esil an'anani davom qildirish hozirgi avlodlarning burchidir. Qandaq bo'lib, hozirgi Uyg'urlar kitobni oz o'qiydigan bo'lib qoldi? Hozirgi Uyg'urlarning kitobni oz o'qiydigan bo'lib qolganligining sabablaridan biri Uyg'urlar boshdan kechirgan la'nati madaniyat zo'r inqilobidan iborat madaniyatni, asar atiqlarni va millatning qimmatli yodgorliklarini yo'qotishni maqsad qilgan ta'tir quyunning keltirib chiqargan falokatlari bo'lishi mumkin. Chunki Uyg'urlarni idora qilganlar ularni kitobdan yiroq qilish orqali ulardagi milliy va diniy ruhni yo'q qilib, ularni nodon qoldirib, idora qilish plani bo'yicha ish ko'rganlikdan ularning tunji nishoni bizni olimlarimiz bilan kitoblarimizdan ayirib o'tish bo'ldi. Olimlarimiz turmlarda nobud bo'ldi. Kitoblarimiz ko'ydirilib, kul bo'ldi. Shunday qilib, uzun vaqt bizni kitobdan ayirib etdi. Bu orliqda dunyoga kelgan nasllar kitobdan yiroq holda o'sib yetildi. Balalarning tunji muallimlari bo'lgan ota-onalar o'zlarimi bilimsiz va kitobdan yiroq bo'lganlikdan bu oilada o'sib yetilgan balalarmi bilimsiz, ongsiz va kitobdan yiroq bo'lib yetildi. Tugidi. 2019 yil 26 oktyabr